Assalamu alaykum, hörmetlik radio anlıqçılar. Men Uyghur Nidası Radyosu'dan Artuş Buğra bilaman. Bugün biz yeni muhaciretde Uygurlar köpünçü bir kısım Uygurlar yol qıvatqan mesluğa, yani Xitay istihbaratının, Xitay bexatarlik tarmaqlarınınki her qaysı şəhərlərdə turub, her qaysı üzünün şəhərdəki muhaciret yaşayatqan Uygurlarni, bulubmu İstanbul'da yaşayatqan Uygurlarni her xil şekilde ularga parakendiseleş, ularni uçur toplaş, qıstaş, ularning aile tavabatlarını görügüleş, ularni qo'rqitish, turmaga selish va har xil vositalar bilan ularni, ya'ni Xitoy uchun uçur toplashga, Xitoyning har xil shakldagi pishniq va fasodlarini tarqitib berishga, har xil shakldagi yuzlanayotgan har xil masalalarni vaqt-vaqtida doklad qilishga qistavotganlikdek reallikni ko'rib turibmiz. Bugun bizmo to'r orlab ketib berib, Aqsu shaharlik bexatarlik idorasida ishlaydigan Adil Qarxon ismli bexatarlik xodimining, ya'ni Turkiyaning numarida WhatsApp elib shu numar orqali Sharq Turkistonda turib, shu muhaciretdagi Uyg'ur qarindoshlarimizga har xil shaklda uchur yo'llash, uchur to'plash orqali harakat elib borayotganligini xabar top. So'zlashgan suhbatimizni ovozga elib oldik va har bir singlarga bu to'g'risida eskartish uchun tuvanda bu suhbatimizning tafsilotini har biringlarga taqdim etmoqchi. Muhaciretdagi qarindoshlarimizning mushunda masalaga yo'liqqanda hamon qo'ygan talablarini va har xil shartlarini derhal turda ovozga elilishi bo'lgan dialog yoki bo'lmasa shu turishliq davlatlardagi istixborot o'rinlariga va yoki jamoat tashkilotlariga, siyosiy faoliyatchilarga bu uchurlarni yetkazishi muhim deb qaraymiz va bundaq qismoqliga, bundaq tahdidliga, bundaq bizni vijdonimizga xilof ishlarni zo'rlashga hargiz bosh egmasligimiz, buning qat'iy qarshi turish uchun qo'limizdan kelgan imkoniyatimiz bo'yicha pash qilish va oshkorlashga hammamizning hushyor bo'lishimizni, hammamizning Xitoy tajovuzchilarining vatanimiz Sharq Turkistonda qilayotgan zulmlari, ishiyotganligini, haq o'zimiz uchrayotgan zulmni o'zimiz turishliq davlatlarda oshkorlashimiz, buning uchun uch quyishundicho bu zulmlarimizni anglatish intayin muhim. Bu vaqtida biz shurgan zulmni anglatgan vaqtimizda sukut uchur tug'anda Xitoy tajovuzchilarining texim haddidan oshdiganligi, hattoki mana bugun bizga bilan telefonlashgan bo'lsa, bugun hattoki Istanbulga kelishi mumkin, Yevropaga kelishi mumkin, Amerikaga kelishi mumkin va yashayotgan butun dunyodagi Uyg'urlarga tehditlarni qilayotganligi ma'lum. Misrdagi qarindoshlarimizni qanday xil shaklda tutqun bo'lganligi, qanday shaklda turmuq qamalganligi, hozirgacha nurg'unlagan yana ba'zi bir qarindoshlarimiz izlariksiz yo'qolib ketib qolganligidek reallikda turib, yana bizning sukut ichida yashash, yana bizning beshimizning ishimizga tiqilishimiz, yana bularga sen qulog'ini tat deb vaqirayamazligimiz bizning naiti o'zimizning yo'qolish girdaviga olib borganligimizning dalili. Onun uchun har bir qarindoshlarimizdan shuni tavsiya qilamizki, bu shunday uchirgan ahvollarda darhol buni ovozga ilish, agar buning yo'lini qo'ymaganda munosabatga bularning numerini aloqa qilgan biz bilan, bularning telefon nomerini, ularning ismini, bularning bo'lsa rasmini, bularning bo'lsa ovozini, o'sha dalil isbotlarimiz bilan munosabatga topshirsak, buning inshaalloh naiti bir aldığını alışqa turtkulu deb qarayman. Şuna her birini bu işten agahlandırış maqsadida bu men bilan ötkizgen bu Aqsu viloyatlik bexatarlik idorasining xodimining suhbat ovozliq suhbatini her birini taqdim qilamiz. Sunada? Men İstanbul'da. Siz uçur yollab dikansizlarmi? Ha, o'zing nerede oldinglar? Sizlardiroq. İstanbul dedim o. Zeytinburnu'da. Ha, Zeytinburnu nerede? Zeytinburnu'nun özde. Ya oradan dağlar bir görüşler. Aş meydanda. Qaysi meydanda? Zeytinburnu'daki. Çoğ meydanda mı? Ha. Ha, nimiş qo'tsizlar bu yerda? Beli qisib o'tamsizlar. Ha. Ha, tutib oldinglar, necha tutdinglar? Hiç çıkmayıptı da bugün balıklar yok mu? Yo'qmi, tutamadinglarmi? Yo'q. Ha. Chata qopda o'rningni qarsam, vatandan chiqadi o'rninglar. Hatta çıkıp qolgan o'xshamamda. Shunda o'xshamamda. Isming nima sizningki? İsmim Adil. Adil Buğrama, Qarxonmi? Qarxon. Qarxon. Ha, o'rning Aqsudan ko'rinyapti-ku.
Hatta görünüp bağa okşamam da. Ha. Taza apleştiremeye okşamam silemse. Şunda kaldım ki. Ha. Ha. Qaysi bilimde özüңla? Sizler kim ha? Men Nebijan. Ne bileceğim mi? Ha, Nebijan artış buğra degen men şuğa. Vaa. Anlagan bu ne? Men meselini anladım uğa. Ya dost paranı söyle anlagan bak. Hoş, özüңni bir tunuşturup olam bize. Bir bayıp gerek tonu olay. Ben de bana birisi bir çakçak kılıp bağa okşaydı deptim hemen. Yakçak mı dıksıdıga? Özüңni kim bulsila? Ya baldı benim kimlikim sormanla. Ha. Ya özüңni bir dibittonlar sizlerge yoğun bir devletning adımı tutsanlar özüڭni hiç tunuşturanmaysızlar. Özümüzünü Ha. tunuşturmayla. Ha nimiş tilqisini chiqqan olmagan diken qo'rqmay tunishtirmamsizlar, qo'rqmay beliq tutayotgan diken. Men pukuncha ha deb qanday bir giponlik qilasizlar. Sizlar shu giponlik qildi deb hukumat beqiyotgan diken sizlar. O'zingni gipin deb qilmamsizlar. Nimiş unda qo'rnisini nimiş tilqisini chiqqan olmagan diken. Ya ben bayada bir mashinada atqandim, şoňsa aldıraş bolup kaldım. Hazır toxtatdım, endi paranlatsak boldu. Hoş. Diqqatim başqa iş bilen. Meni bire ağyny balla çaqçaq qılıp okşaydı depdim hemençe. Sonuň endi men men bilen alaqalashda endi qandaq bir maqsad bar, şunu uqmayman. Ha şu sizlar Türkiye'nin numaralı qilsizlar. O'zinglar Aqsu istixbaratni etkensizlar, ancha juni etkensizlar. Sizlik kim şunda deydi? Ben biz bilimiz o sizninkine. Sizni biz bilip Mesela aşağıdaki bir Türk'ün ballı ba. Senin etrafında bir Türk'ün ballı ba. He. Birden deymiz. Şu balla şu balla dedi bu gap ne? Bu doğruluk paranlasak buldu, fikirlesak buldu. hoş şu dememsizlar şu fikrleşeli davatımız ben sizni o'zinglar tunishtiringlar. Siz zodi kim o? Nerede nimiş qilsizlar? Ha nimanglar va? Nima so'raqan qanday so'rash o'z bizning so'raqlar mana biz javob beramiz mana. Chet elda 8-10 yil bo'ldi yashayapmiz. Deganmitte sizlarga mana Hoş. faxrdan deganmitte buni. Yo'q, faxrdan qo'yinglar. Bizning qaranglar. Bizning dunyoning hamma yeriga yetadi nimamiz, uchurimiz. Bizning hamma yerda adamimiz bor bizning. Biz sizlar bizni unda ayliqqa boshqa odamlarga o'xshatib qolsanglar bo'lmaydi. Biz ish qilyapmiz mayada-chu biz. İş qilyapmiz, biz sizlarni obdan tushunamiz. Sizdek adamni tarbiyalagan biz-chu. Biz bilimiz biz işning mohiyatini. Şuna sizlar qo'rqmaydilar. Sizlarni hukumat Sizlar qarmaydan bo'lgandiki qarmayliq ballı bilan. Aş ballı bilan fikirlashamisizlar, qanday shu sochlilar desanglar bo'ldi. Hoş. Men sizlar bilan Sizlar bilan biz fikrlashlar deb, şunu sizlarga bir uchur o'rdoq etdigan. Yapını lazım telefon qilgansizlar aldık mana. Bizim sizlar bilan 24 saat fikrlasha olmaymiz qaylanlar. Men Qarmayınlar emas, bütün Şərq Türkistanның her yerdeki her qanday adam bilan so'zlashima, ham so'zlasha olmayman. Gipim uchoq, gipim aydın mening. Eliqi miki TTPT degan ishim yo'q. Ha, biz hechimidan qo'rqmaymiz. Faqat bizga qo'rqish Allohga xos. Biz Allohdan qo'rqamiz. Eliq amchanning, yana bir necha million askardan hech qo'rqinchiligimiz yo'q. Uni da xotirjam bilinglar. Ha. Ya onu da ben hatırlayacağım başta kaldı fukumen. Biyadılığı sıllılanılığı meninki oturamda işkında bir iş yokçu. Hem de bir alakalı böyle fikirleşilgan. Sizler şu uçur yollap dikensizler. Qaysı ağıyla bana bir uçur yollagan neden ben tak çak kılıp telefonunu bezip koyup menin diqqatim başka yerde. Barzatlık yapıp Allah bu kimdi bu? Nindeydiğen de hep de kısam sıllıkensizler tunuşlup gelgenlikken tundan falan. Buldu fikirleşip tutsak buldu. Seninki gap söz bolsa anlasam buldu. Mening sildan başka gap sözüm yok. Sizlarla alaqalish ihtiyacım yok. Lekin sizlarga yaxshilik qilib kelmaydi, bizga yaxshilik qilib kelmadi. O o'zining ishi qanday yashaydi? Qaranglar. Sizlar necha yoshda? Sizlar yashingiz necha? İşte tengilimiz. Men 76'dan basılır. Ya 75'ning men 42 yosh bu yil. 75 3. ayning nechisi bor? Yo'q. Hatta mendan so'ranglar 8-ayning 29 ya. Men dapirmiz biz. Men dapraysiz. Danglar. Ha men danglar dapray dedinglar.
Depre şu 75. yıl 8. ayının 29. gün tug'ilgan Qarmay shahridan. Boyingiz bir metr 70 qattiqli bir fuqin. Ha, sen xata olab qapta. Qantipni xata ko'ryapla. Xata ko'ryapla. Xata ko'ryapla. Bizning o yerdagi nimamizni, bizning ahvolimizni bilamiz. O'zimizning nereden nergacha kim nima ish qilyapti. Ne bo'lyapti. Undan bizning xabarimiz bor. Xabarimiz bo'lmasa biz bu yerda sizlar bilan ko'rishmaymiz qaynanglar. O, sizlar bexatarlik idorasida ishlaylar. Aqsu shaharlik. Xata tushunib qolgan. Ha. Xata tushunib qoldi, yer ishlamayman men. Nerede ishlaylar? Men shu hukumatniki shu tashqi ishlar ishxonasida ishlayman. Tashqi ishlar ishxonasi shu nimaga qaraydi? Ya Gobo, davlat ishchi bexatarlik idorasi ya davlat sirti bexatarlik idorasi bo'ldi. Shundan bo'ldi shu ishxondan bilsa, men bizim kiygan yerga bizim yerde qanchalik odamlar ishlaydigan xabarimiz bor-ku. Xizmat uslubini biz o'tishni turdik vatanda qaylanlar. Biz o'tishni turdik bildikansizlar vatanda biz Xitoyning shahrida Xitoylar bilan aralashdik, davlatning ishiga kirdik. Hamma yerda biz ko'rib, tekshirib hammani bilib ondan keyin vatandan sirtiga chiqishga majbur qilib ketdik biz. Agar u yerda yana xizmatimiz ishlaydigan bo'lsak, mush vaqtcha sizlar bilan zot aloqani ulab hammanglarni texim ashuna ishtidilar bir ish qildik. Ammo u ishlar bizga sar nima kelmay qoldi. Pashlab qolgandan keyin inib chiqib ketdik biz. Qarang, buğrapende. Uni ishchilib ishtirok qilamiz deydigan bu halqi gap so'zlarimizda bir-birimizning sizma bir o'tir texnik hukumat saviyasiga ega keyin bu odam mayli ziyoliyada qon temib turgan gapni qilishmay sizning menga bilan aloqa qilishingizda ma'lum bir maqsad modda bo'lishi mumkin-ku. Men Doğatipsler desem de meni bir aloqalarım hem de bunda halqi bir chaqchaq qilishdi go kishini o'tirishdi bamda qiz bolani bunda nima qilib qoldimkin deb deb chaqchaq qilib qo'yibdimi o'zlariga. Meni bilib qo'yim yo'q. Ya qabla sizlar shu vatanning sirtiga Aqsuning tavasiga ballani o'zingni shu beliq tutisizlar. Shuni aqama qilib, yerdagi ahvolni ko'rganini deb resimga tortib evet deb shu endi sizlar hukumatning majburiyatini qilsizlar. Sizlar majbur uni bilamiz. Sizlar o'zingizning ixtiyori bilan qilmaysizlar bu xizmatni. Qaylanglar. Sizlar bu xizmatni o'zingizning ixtiyori bilan qilmaysizlar. Nabi to'xtang. Endi siz endi mayli o'zingizning asarlari bo'lsin, mayli hozirgi gap so'zingiz bo'lsin, bir xil hissiyotingizni qatib olsangiz. Hissiyot olsa qolmaydi. Bani ba kerak, yo'qni yo'q deyish kerak. Sizlar undaq qilsizlar, bundaq qilish deganda siz ma'lum bir dalil sifatni qo'yib, manda qilibsiz. Bunda qilmasangiz desa bo'ldi. Bir hissiyotimizni sizlar qichi mundaq deb ma'lum bir xil odamlar to'plagan manda sen mundaq deydigan bir o'pchi qalpoqni kiydirib qo'yish bizning tafakkur qilish usulimizga to'g'ri kelmaydi. Siz uzun yillar Yevropadan turibdingiz, G'arb Osiyodan turibdingiz. Bu manda fikr qilish usuli bir xil ko'na fikr deyishsa bo'lmaydi uni. Qanday deysak bo'lasizcha? Biz onda deyishmay nahkam deysak bo'ldi. Shu nahkam deyishyapmiz-ku. Sizlar beliq tutib ekansizlar. Siz davlatning mayli bexatarlik idorasidan bo'langlar, mayli davlatning bir ma'muriy kadr bo'langlar. Sizlarga vazifa va bilimiz hamda. Yerda 5-10 tutib ishadagi ahvolni deb Istanbuldagi bo'lsin, mayli dunyoning nerede bo'lsin mujorat yashayotgan Uyg'urning uchurini to'plash vazifanglar bor. Shu uchurini to'plash siz unda vazifam yo'qmi? Qanday vazifangiz bor unda? Shuni men xatolashib qolsam, to'g'risini bir deb beram. Yo'q, mening vazifamdan sizga men qo'yboq qilish, o mening majburiyatim. U yo'q. Ammo biz tushunganimizni dedik sizlarga. Desak xato dedingiz. To'g'risini dedik qolsa. Ya shu xato bo'lgandiki, xato bo'yicha bo'lsin. Men to'g'ri sizga bundaq deydigan undaq sizga o'zimning ahvolidan doklad qildik, kelam bir aloqin emas. Baxmagan. Kelgusida ko'rishib qalsak, shu chaqda yuz turan o'tirib, shu chaqda paranglashamiz. Hozir ko'rishmagan, hozir u to'g'risi paranglashmaydi. Qaysi to'g'ri paranglashlar? Bir parangning bir temasini deb beraman, shu to'g'ri bir paranglashyapsiz. Parangning temasi siz men bilan aloqalashgandan keyin beliq tutib o'tamsiz debsizmi? Nima debsiz? Beliq tutib o'tamsizlar dedim. Beliq tutib o'tamsizlar deganim, shu Istanbuldagi bo'lsin, nerdagi bo'lsin, bizni qamoqda ishlatamsizlar. Uni deb, buni deb. Yo'q, men shu qamoqda ishlayman.
O başka bir sizin için hizmet kılayotgan kulaklı var, onun bilinmez. Qanchalik hizmet kılyatıdı, qanchalik uçur yetkiziyatıdı, qanda uçur. Siz bilgendikке qarang, He. quloqning yoniga berib, quloqdan tatib turib, bu quloqni Xo'sh, men ciddi bir mashinam ciddi bir ahvol bo'lib qoldi. Men keyin aloqa qilishlar. Ben urg'laymiz tupini, men saqlaymiz sizlarni. Vaqa.